Diqqat bilan eshiting. Bugun aynan 28.03.2026 yil haqida, ya'ni tug'ilgan farzandlar haqida gap ketadi va siz jiyanchali bo'lgandirsiz yoki qizchali bo'lgandirsiz, o'g'ilchali bo'lgandirsiz yoki kimdir aynan 28-sanada tug'ilgan insonlar va mart oyida tug'ilgan insonlar bo'lsa ham diqqat bilan eshitishlaringiz mumkin. Podpiska tugmasini bosing va qiziq o'zingiz haqingizdagi aniq va ravshan sifatlaringizni bilib olasiz. Endi qarang, 28da tug'ilgan farzandlar 2 va 8 soni bo'lganligi uchun ular tug'ma psixolog. 2 bu birni biriga qo'shish va ular har doim bir insonni ikkinchi inson bilan qo'sha oladi, ya'ni o'zi bilan bir inson bilan diplomatik munosabat qura oladilar. Значит, bular qaysi kasblarda ishlashi mumkin? Diplomat ham bo'lishi mumkin, lekin diplomatda ham oddiysi bo'lmaydilar. Nimaga? 8 soni bor. 8 soni bu adolatparvarlikni talab qiladi. Ya'ni bu insonlar har doim adolatni ko'ra biladilar. Ulardan bemalol maslahat so'rash mumkin. Bu sudya odamlari, bu advokat odamlari, bu yurist odamlari va albatta bu insonlarda balans bor, tug'ma balans bor va oqibat va sabablarni bila oladigan insonlar bo'lishadi. Endi qarang, 2 ni 8 ga qo'shsak 10, bu insonlarda baraka bor. 1 ga 10 deyilgan va bu insonlar haqida aytilgan, chunki bularda sonida aynan bu kombinatsiya bor. Shuning uchun bu insonlarda baraka bo'ladi, bu farzandlarda. Endi qarang, 3 bu mart oyi, 3 bu tug'ma talantli, ya'ni ijodkor insonlar. Bu insonlarda tug'ma ilmlar bor. Xotira nihoyatda kuchli bo'ladi va albatta ular chiroyli, ya'ni ko'rinishga ega bo'ladi, ko'rkam bo'lishadi. Endi qarang, keyingi kombinatsiya 2026-yil. Ruhiy tabiatida olov elementi bor va u insonlarda manbalari olov, quyoshli o'lkalar va bu insonlar albatta quyosh, har bitta quyosh kunduzi ko'chani hamma olamda taratadi. Shuning uchun bu insonlar kichkina oilani ichida qoladigan insonlar emas. Bu insonlar aynan tashqi insonlar va ko'pchilikni, mana quyosh sistemasida nechta planetani boshqaradi. Xuddi shu kabi bu insonlar 12 ta planeta bor, shundan 8 tasi уже aniq va 8 ta planetani polni boshqaradi, buni hamma biladi. Shuning uchun bu insonlar turgan bitgani rahbar insonlar. Bular kichkina odam bo'la olmaydilar.